Kuni kecha qadimiy va betakror Xiva shahrida 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tantanali yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayonlardan muxbirimiz Sevara Rahmagullayeva xabar qiladi. Baxshilar azaldan xalq qalbining kuychilari, turli millat va elatlarni birlashtiradigan oliyjanob insonlar sifatida ardoqlab kelinadi. Ko'hnazm Xiva shahrida o'tkazilgan xalqaro tanlovda esa dunyo baxshilari bellashib, har bir ishtirokchi o'zining boy tarixga ega milliy madaniyatini, xalq og'zaki ijodiyotini namoyon etishdi. Festivalning eng oliy o'rini Grand Prix mukofoti Ozarbayjon davlatining oshiqlar guruhiga nasib etdi. The Grand Prize winner is Azerbaijan. The Grand Prix winner will be rewarded with $7,000. Biz mazkur san'at festivalida ishtirok etganimizdan juda mamnunmiz. Tanlovni tashkil etgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Guruhimiz ushbu festivalda oliy o'rinni egalladi. Bu esa bizni yanada ruhlantirib yangi ijodlar qilishimizga, ozar-o'zbek xalqlari o'rtasidagi milliy madaniyatimizni targ'ib etishga turtki bo'ladi. Yashasin ozar-o'zbek do'stligi. Tinchlik va do'stlik, adolat va haqiqat kabi ezgu fazilatlari mahorat bilan tarannum etilgan madaniy chiqishlar esa tarixiy qal'aga, san'at festivaliga o'zgacha ko'rk bag'ishladi.